Alloh Qur'onda shuning uchun dedi, zarra miqdorida kim birovga yaxshilik qilgan bo'lsa, ko'radi uni. Zarra miqdorida kim birovga yomonlik qilgan bo'lsa, u albatta uni ham ko'radi. Zarra qanaqa? Zarra yoz kunlarida eshik yoki derazani ozgina ochiqroq qo'ysangiz, quyosh nurida chang zarrachalari qanday yuqoriga va pastga yuradi, u zarra 1 gram ham chiqmaydi. 0.0 mingdan 1 ham chiqmaydi. Mana shu chang barobarida birovga yaxshilik yoki yomonlik qilgan bo'lsa, albatta uni ko'radi. Nimani ko'radi? Dunyoda yoki oxiratda savobi yoki gunohini ko'radi, azobini ko'radi. Erta qiyomatda ham bugun oxirgi nasihat nima? Qiyomatga tayyorgarlik. Zarra miqdorida qiladigan amalingizni birodar ko'rasiz. Bugun ko'rasiz. Katta gapiryapmiz bugun. Katta osh beryapmiz bugun. Qimmat mashinalarda yuryapmiz bugun. Qimmat kiyimlarni kiyyapmiz bugun. Og'zimizdan bodi chiqib, shodi chiqyapti bugun. Birodar, ozgina o'zingizga keling. Ozgina o'zingizga keling. Gapirishimiz juda katta. Birodar, mahallangiz xarob. Yo'lida yurib bo'lmaydi.